Yoshing katta bo'lgani sari yaqindagi harflarni, raqamlarni avvalgidek yaxshi ko'ra olmay qolasan. Telefonni biroz uzoqroq tutib o'qiysan. Mayda yozuvlar ko'zga xira tuyuladi. Lekin shunday bir holat borki, vaqt o'tgan sayin insonlardagi xato ishlarni, aldovni, ikkiyuzlamachilikni esa ancha uzoqdan bemalol ko'ra olasan. Chunki yillar seni ko'p narsaga o'rgatadi. Kim samimiy, kim soxta, kim do'st, kim faqat manfaat uchun yaqinlashgan. Barchasi asta-sekin bilinadi. Avvalgidek har bir so'zga ishonavermaysan. Har bir tabassum ortida nima borligini his qilasan. Yosh ulg'ayishi bu faqat vaqt o'tishi emas, bu tajriba. Bu odamlarni yuziga qarab emas, qalbiga qarab tanlay boshlaydigan davr. Ko'zing mayda yozuvni o'qishda qiynalsa ham, hayotni o'qishda ancha o'tkirlashib qoladi.